Katta hajmli va og'ir vaznli avtotransport vositalarining harakatlanishi uchun beriladigan ruxsatnomalarni olish va berish tartibi. Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 22 fevraldagi 86 sonli qaroriga asosan katta hajmli va og'ir vaznli avtotransport vositalarining avtomobil yo'llarida harakatlanishi uchun jismoniy va yuridik shaxslar litsenziya.gov.uz sayti orqali ariza beradi. Avtomobil yo'llari qo'mitasi va Davlat yo'l harakati xavfsizlik xizmati, O'zbekiston milliy elektr tarmoqlari, hududiy elektr tarmoqlari hamda O'zbekiston temir yo'llari tashkilotlari tomonidan arizalar 3 ish kunida ko'rib chiqiladi. Arizalar ko'rib chiqilgandan so'ng jismoniy va yuridik shaxslarning shaxsiy kamliklariga xabar kelib tushadi. Unda ko'rsatilgan to'lov miqdori to'langandan so'ng ruxsatnoma avtomatik ravishda onlayn shakllanadi va foydalanuvchilar uni yuklab olish imkoniyatiga ega bo'lishadi.